Endi mana bu qismi yonmaydi. Kosmosda oddiy variantida. Endi Cosmos Pro variantimiz bor. Bu lyustramiz ham materiali MDF dan bo'ladi. Bu tarafda yongan holatini ham ko'rsangiz. Mana bu qora varianti. Patologga qo'ygandan keyin yana ham patologni ochib beradi, yana ham yorug'roq bo'ladi. Darvozaxonangiz yoki to'yxonaga qo'ysangiz to'yxona, kafega qo'ysangiz kafengiz. Assalomu alaykum, O'rban kompaniyasining YouTube obunachilari. Bugun sizlar uchun yana bitta yangilikni olib chiqamiz. Bungacha siz kanalimizga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'ying. Xo'p, bugungi yangiligimiz nima bo'ladi? Hammamiz bilgan Cosmos lyustramiz. Bu Cosmos lyustramiz eskisi. Bilsalar, avvalgi videomizni ko'rganlar biladi. Bu Cosmos lyustramiz yangisi. Bu bo'yicha to'liq videoni joylanganmiz kanalimizga, uni ko'rib olsangiz bo'ladi. Bu videomiz u haqida emas. Cosmos lyustramiz avvalgi va yumalog'ini Pro variant chiqdi. Xo'p, Pro varianti bo'yicha to'liq ma'lumot bersak endi. Mana birinchi tushuntiraman. Cosmos lyustramiz oddiysi qanaqa bo'lgan? Deylik, MDF dan ishlangan, shunaqa yumaloq guli bor, o'rtasida orstikloli yonadi. Bu oddiy variant. Mana bu qismi yonmaydi. Cosmosda oddiy variantida. Endi Cosmos Pro variantimiz bor. Mana bu 1,5 metrlik Cosmos Pro variantimiz. Mana buni yaqindan ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, bu yerda nima yangilik kiritilgan? Nima uchun Cosmos Pro deyilyapti? Deylik, MDF bir xil, o'rtasidagi orstiklol bir xil, plafonlar hammasi bir xil. Mana bu qismi, ya'ni aylana shaklida qilingan guli, aynan mana shu qismi ham endi yonadigan bo'ldi. Ya'ni orqadan diod qo'yiladi. Mana yerda ko'rsatlaring bo'ladi. Diod montaj qilingan. Aynan shu yumaloq qismi ham endi o'rta qismga qo'shilib yonadi. Lyustramiz juda ham chiroyli ishlangan. Bu lyustramiz ko'p holatlarda tunkafonlarga qo'yiladi, tunkafon patologlarga juda ham yaxshi aytadi. Lyustramiz bo'yicha endi ozroq ma'lumot bersak, deylik, hop 1 2 3 4 5 6 7 8 ta plafon, kichikroq plafon bor, o'rtada bitta kattaroq plafonimiz bor. Bu yerda MDF gullarimizdan bezatganmiz. Mana bu sariq ko'rib turgan gullar, foton gullar. MDF ham foton gul ham O'rban kompaniyasidan ishlab chiqariladi. Ya'ni o'zimizdan ishlab chiqariladi. Narxlari bo'yicha videoni oxirida aytaman. Xo'p, bu Cosmos Pro'imizni yumaloq varianti. Endi avvalgi variantini tanishtirib o'taman. Xo'p, buni razmerlari 120 ligi bor, 150 ligi bor, 180 ligi bor. Xo'p, endi Cosmos Pro'imizni avvalgi varianti. Ko'rsatlaring bo'ladi. Bu oqi, ya'ni rangi oqi. O'zi nima uchun avvalgi qilingan? Odatda buni qayerlarga qo'yiladi desa, patologlarimiz ensizroq, uzunligi uzun bo'lsa, aynan shu joylarga mos keladi. Bu lyustramiz ham materiali MDF dan bo'ladi. Mana bu o'rta qismlari ham MDF dan bo'ladi. Umumiy ko'rinish qismi orstikloli yonadigan bo'ladi. Bu mana bu yerdagi chiroqlarini bemalol 20 xilga yaqin ranglarda alishtirsangiz bo'ladi. Mana bu tarafda yongan holatini ham ko'rsangiz bo'ladi. Mana. Bularning o'zini pulti bo'ladi. Deylik, o'ziga yoqqan rangda qizil, yashil qilib to'xtata olsangiz, ya'ni bu o'z xohishingizga bog'liq. Bu oq rangi. Buni razmeri 180 lik. 120 ga 180 lik. Mana bu qora varianti. Buni endi o'zingizning patologiyangiz dizayniga moslab tanlovsiz bo'ladi yoki oq, qora qilib o'zingiz xohishingiz. Ya'ni bugungi yangiligimiz sizlarga, ya'ni shu Cosmos Pro'imiz avvalgisi bo'lsa, aynan shu qismi ham yonadigan bo'lganligi uchun patologga qo'ygandan keyin yana ham patologni ochib beradi, yana ham yorug'roq bo'ladi. Darvozaxonangiz yoki to'yxonaga qo'ysangiz to'yxona, kafega qo'ysangiz kafengiz. Xo'p, bularimiz narxlariga kelsak, bu Cosmos Pro'imiz 1,5 metrligi 1,5 million so'm. Bu Cosmos Pro'imiz avvalgisi 180 ga 120 ligi 1 million 700 ming so'm. Qolgan razmerlar bo'yicha to'liq ma'lumotni quyidagi raqam bilan bog'lanib bilib olsangiz bo'ladi. Eslatib o'tamiz, siz bizdan lyustra olayotganingizda ishlab chiqaruvchi narxini olasiz. O'rban kompaniyasi hamma lyustralarni o'zi ishlab chiqaradi. Agar siz katta hajmda olmoqchi bo'lsangiz, bu narxlardan ham yana ham kelishtirib beriladi. Kommentariyaga yozing, to'liq ma'lumot olmoqchiman deb yoki nomeringizni qoldiring yoki showroomimizga tashrif buyuring. Bizning showroomimiz Farg'ona viloyati Satka Kurugida. Hammalarni kutib qolamiz. Videoni yaqiningizlar bilan joylashib qo'ying. Obuna bo'lish esa esdan chiqmasin. Sog' bo'ling.